Bu qaysi oy aka? Mayda May. Nech pul deyapsiz? $200. 200 dollar. Pul erishdimi, bermadimi aka? $100 veriyor. 100 dollar bozori bo'lyapti. Yesi ham bir 4 kiloni tepasi chiqsa kerak a. 100. Chap, boq o'qisa o'sha tayyor ekan. Nomer berib keting. Akada ko'p ekan, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaveradi. Nomer ayting. 95lik. 95lik. 130 130 08 08 08. Qayerdan aka o'zingiz? Andijon baliqchi. Andijon baliqchi. Akada sirop ekan, boshqachalardan ham bor ekan. Telegram, WhatsApp bor aka? Akada garoch sirop ekan, men aloqaga chiqilaveradi mana shu. Shu akani xurozlar ekan. Mollarga ham o'taveradi. Bo'lakchalar ekanda. Zotlari qanaqa bularda aka yo? Bular ganuy. Makonlari ham bormi bunaqa yo? Bir dona xolos. Ha, bir dona zotga. Buni kecha $600 ga berdim. Barmog'i sinib ketib, o'yinda yutib 15 million bo'ldi. Bolaga berib $600 ga berib keldi. O'ynaydi. Menga barmog'i sinib bo'lmadi. Ha. Bu o'zim cho'jaman. Ishqibozlari qiziqqanlar bo'lsa shu aka telefon qilinaveradi hozirgi nomeriga. Buni hozir olib chiqdi Cho'ja, Sharxon Cho'ja bozori, Andijon viloyati, Sharxon tumani Cho'ja bozori. O'zi aka Andijon baliqchidan ekan. Alaba ham bor ekan, 1 million deyapti. 400 mingga beradi. Nech pul deyapsiz aka? Bir tulaymi? Desam o'zi bir 5 kilo deb pastiga 5 kilo 800. 6 kilogram. Pul erishdimi aka? Yo'q, endi keldi, ha. Sirop aka sizda yo'q? Bor. Nomer qo'yib ketamizmi? Nima sirop bo'lsa? 97lik. 97lik. 992 992 80 92. 80 92. Qaydan aka o'zingiz? Men baliqchidanman. Baliqchidan. Bozoringizni bersa aka. Navoiy. Nech pul deyapsiz ochtaqa buni? 700 ming. Pul berdimi? Nech pul berish? O'lash ekan, ha? Qaysi oy bu? May shekilli, ha, yo'q. Bu qaysi oy? Maymi? Ishda. Kech. Nech pul deyapsiz? 600. Pul bergandir bozor. 300 ming. Jupiga bo'lyaptimi aka bu? Jupiga bo'lyapti. Aka beringlar. Qaysi oy bular? Nech pul bo'ldi? 420. Ikkovi. Ochi oshnami aqa? Yaxshi. Boqasanmi bularni endi picha? Sirop senda ham bor uylarda yo yo'qmi? Sotiladigani bo'lsa yo yo'qmi kattaroqlari? Nomerni qo'yib ket olmasam. 90lik. Foyda bersa. Ha, 90lik. 291 291 1099. 1090. O'zing nomeringni bergin ama. O'ziniki. Bo'ldi. Siropa oshna o'zingda. Bu qaysi oy? Puli nechi pul? $100. Bularchi? 1,5 million, bular 1 million. Ha.
Bular ganoymi mana shular? Bu ikkovi, ha? 100 talik gam. Qaysi pul beryapsiz aka siz? Necha pul berdingiz shunga? Serob bo'lsa nomer qo'yib ketaylik, uyda ham bo'lsa aka. Ayting nomerni. 88lik 698 14 O'zingiz ishlaydigan nomeringiz, a? Iyul aka. Ayda oxirisi. Mayda oxiri. Aprelda 21-sida chiqdi. 21 aprel. Buni bekorchisi qildi. Keyin yo'li bo'yicha qoldi. O'tgan hafta ham mashina Bu bir to'laymi aka? Puli necha pul aka? Puli 500 ming. 500. Pul berishdimi? 300 ga berdim. Mensi ham picha bor shekilli. Yo'q, bu kattaga o'xshayapti. Yo'q aka. Qaysi oy aka? May. Necha pul deyapsiz aka? Puli necha pul deyapsiz? Makon 600 ming. Xo'roz 1 million 700 ming. Makon 600 mi? Makonga pul berishmadimi? 300 ming berishdi. Serobda aka sizdan makonlar yo'q. Nomer qo'yib ketaylik. Bunaqa va yarimgacha aslida qilishadi. Dachi adashib birov nomerini berib olibdi. Va ahataga araman. Xo'rozga necha pul berishdi aka? Sizda aka? 700 berishdi. 700. Qaysi oy aka bu? May. Vesi ham yaxshi shekilli bu. Puli necha pul bersa aka? 3 million pul berishdimi? 1,5 millionga sotildi. Serobda aka sizda? Nomer qo'yib ketmaydimi aka? Qayerda xo'roz aka? O'zingiz. Ha, mana shu. Nice. Pulu necha pul aka bo'ldi? 200 dollar. 200 dollar. 100 dollar berishdi. 100 dollar bozori berdi. Pasti 1 million berdi. Pasti 1 million. Bu haligini ukasimi mana o'tgan haftadagi? Bitta tashab qo'yasizmi aka uni ham qo'shib qo'yamiz keyin. O'tgan haftadagi qorani ukasiga. Bu necha pul aka? 1,5 million. 1,5 million. Mo'nga bitta nomer qo'yib ketaylik aka, yana oqsin. 94lik, ha? 384 384 67 17. 67 17. Sizda Seropa aka? Eski cho'chaq. Bugun chaqir. Gabariti ham katta ekanda buni. Nemismi bu? Qanaqa? Vyetnam. Vyetnam. Bu qaysi oy aka? Mays. Necha pul deyapsiz? Pul berishdimi? 1 million berdimi? Serob aka yo? Serob bo'lsa nomer berib keting. Qancha bilaman? Nomer berib keting Serob bo'lsa. 50 50lik. 98 998 1399. 1399 ha? Bozoringizga bersin aka. Ular 2 million qilibdi buni. Ham zo'rga o'xshayapti. Zoti ham.
Zohir. Qaysi oyga dedingiz ekan buni? Mayda 15 aka. Mayda 15. Puli necha pul? 4 million berdi. Bozor 2 million berdi. Bozor 2 million. Bu nimasi qanaqa zoti? Zoti shamoga qarshi chiqqan. Mix bo'ladi. 5,5 kiloda o'ynaydi cho'ja. Hozir o'zi 4 kilo tepasi bu. 4 kilo 600 ashna bo'lsa kerak. Ha. Bozor nechta berishdi aka? 2 million berdi aka. Bir aka qiziqqaniga nomer qo'yib ketaylikmi? 97. 97 talik. 939 bemalol. 939 1559. 1559. O'zingiz nomeringiz aka? Ha, o'zim. Telegram nomerim ham bor. 93lik. 93 Telegram. 842 842 1019. 1019. Bo'lash ekan bozorda olib turibdi ama. Kishandan shak puli chiqmayapti, kishandan Misli vermayapti buni. 1 million euro. 50 ming. Bir tulu ekan a? 1 million bo'ldi barakasi. Turizm berdi maoshliq bunga bozor. Yana bir aylanib Ko'paytirib beringchi. Shep obaki dondorlar haqida ma'lumot bering ekan. Buyoqqa akaga bergandan keyin. Go'shtimi? Yo'q. Go'sht oldi, asosida aka hamma yo'q. Ko'paytirib bering, yaxshi bo'lsa. Qolini yo'q, qo'ygan hamma yo'q. Hamma chachuvsar, mayay. Nariga-chi mana. Hali o'zimizda ash qora yetib, aka eski. Telefon qilishyapti aka yaxshi. Nomerni bering. 88lik. 88lik. 090 090 8060. 8060. Mo pixiga taqib berganlar ham bor ekan a? Tumshuq aka, tumshuqligini ko'rsatib qo'yasiz. Ha, tumshuqniki ham bor ekan. Bitta xo'roz ekan. 100 ming so'm aka. Kampilik 100 ming. Telegram, WhatsApp bor. Nima YouTube'ga? YouTube'ga tashlagan. YouTube'da turibdi. YouTube qaysida, qayerda turibdi bu? Bu bir tula ekan a? Yo'q, endi 12 oylik bu. Endi yetib qolibdi-da yoshiga. Narigilari qaysi yozginmi bular, tog'a? 5 oylik bu. Yozgitda. Kattaga pul berishdimi? 700 ming. 700 ming. Bunisi 400 ming bittasi. Sho'jalar 400 ming. Qo'yib ketaylik nomer olmasam, YouTube yurgan bo'lsa. Ayting. Yangi nomerim 33lik. Faqat o'zingiznikini bering ham aka. O'zimdagi 33lik. 33lik 178 178 90 01. 9001 bo'ldi. Ve birovlar nomerini ham berishib boryapsiz-da. O'tkazib hali qoralardi ham. Ha. Shunaqasidan ham so'rashganlar ko'p bittaman. Nech pul deyapsiz bularga? Bo'lachi ekan uni ham. Bularga pul 500 kam. Bunga pul berishdimi? Shunga girgan yo'q hali. Sirop manki yo'q. Manaqa kattalardan bo'lsa bir nomer berganingizda yaxshi-da. Bezida qilishvoradi, ha? Zeriktirishvoradi. Qo'ydirdi-da. Yo'q. Olmaydi bir o'zi kelishaveramiz, kelishaveramiz. Yo'q, oladiganlar telefon qilinglar, mana o'sha jalba tushyapti. Qimmatga. Rachi. Nechi pulda aka qoraman ekan kimdan aka? 800. 800 mi?
Duyaptimi? Qomga kirib qoldi. Endi kirib qolibdi. Shu rangi ham mo'ppoqda chiroqlashib. Puli nechi pul deyapsiz aka? 500 deyapti. Pul berishdimi unga? Beryapti. Nechi pulga bor? 200. 250. Bu qaysi oy aka? Mart. Puli nechi pul? 1,5 million so'm. 1,5 million so'm. Kam. Pul berishdimi aka? Yo'q, hali. Hali bergan yo'q. Ayog'ini ko'rdingmi mashina buni? Ayog'ini ko'rmay olaman. Bitta yurgisi salpab. Jan, chiqar bu. Ashta toji bo'lash ekan. Vyetnam. Puli nechi pul? 500 ming. 200 mingga bermayapsanmi? 250 ga. Artga ko'jasi yo'q bo'lgan qo'y. Nomerni ayt. 91lik. Seni o'zingnikini aytma, akanikini ber. Ashimi ish qilib, ha. 291 291 1099. 1099. Toji bo'lash ekanmi? Vyetnam. Yo'q. Ekranni boshiga qo'yib qo'ying. Bo'ldi, videoda boshda chiqadi sarlavhasi deydi. Salom. Gabarita yaxshi ekan, kattagina ekan. Просто boqu kerak. Mana bo'lash ekan. Ayog'ini ko'rmading deb bitta dakanga tashlab. Boshna. Qaysi oy ekan bu? Mart. Qora qanchaga kim bor ekan? Yami? Ha? 300 aka u. 200. Anzor beraveram. Hech kim bo'lmaydi. Cho'za aka u. Shilingga pul bermadimi? Omadbek? Mana necha pul berishdi? 200 berdi kichkinaga. Kattaga 300 berdi. Bekoga 500 berdimi? Nomeri shu oxiri 99lik a? Aha, 1099.